Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Buyuk muhaddis Imom Muslim ta'bir bilan aytganda, misli yo'q olim, hadis ilmining sultoni deya madh etiluvchi zot Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning Al-Jami' as-Sahih asarida jamlangan muborak hadislarni o'rganishga qaratilgan Imom Buxoriy saboqlar rukundagi diniy, ma'rifiy turkum ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Donishmand oliy janob xalqimiz azaldan yiqilganni suyab, o'ksik qalblarga farah bag'ishlab, ko'makka muhtojlarga yordam berib keladi. Bu kabi xayrli amallarni ham odamiylik va ham e'tiqod nuqtai nazaridan sharaf bilan ado etgan. Chunki har bir yaxshilik bejiz ketmaydi. Zulm va zo'ravonlik esa javobsiz qolmaydi. Buyuk mutasavvif ajdodimiz Xo'ja Ahmad Yassaviy hazratlar ham o'zlarining purma'no hikmatlaridan birida quyidagicha marhamat qiladilar. Qayda ko'rsang ko'ngli siniq mahram bo'lg'il, andoq mazlum yo'lda qolsa hamdam bo'lg'il deydilar. Qadrli teletomoshabinlar, bugun dasturimizda sizlar bilan ushbu fikrlarni davom ettirgan holda zaiflarga yordam berishning ajri mavzusida suhbatlashamiz. Bunda islom ummati uchun mo'tabar ilm manbalaridan sanaluvchi Sahih-i Buxoriy asarida kelgan hadis shariflar bilan yaqindan tanishamiz. Aziz muxlislar, odatimizga ko'ra o'tgan galgi sabog'imizda sharhlangan hadisni yana bir bor eslab olamiz. Zero ilm qaytarish va takrorlash hosilasidir. Marhamat, teleekranga e'tibor qaratamiz. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Kim boy bo'lsa iffatini saqlasin, kim kambag'al bo'lsa ma'ruf ila yesin. Bu oyat yetimning valisi muhtoj bo'lgan taqdirda uning molidan molning miqdoriga qarab ma'ruf bilan olishi haqida nozil bo'lgan. Hadisi sharifdan. Dar haqiqat har bir oyat karima, hadis sharif bizlar uchun ilm, odob, tarbiya va nasihatdir. Zotan yuqoridagi hadis ham musulmon inson uchun o'zganing haqqiga, ayniqsa yetimning moliga ko'z olaytirmasligi, ularni ranjitmasligi to'g'risida bizni ogohlantirmoqda. Aziz muxlislar, endi esa bugungi mavzuyimizga qaytamiz. Dar haqiqat islom ilm, ma'rifat, odamiylik va mehr shafqat dinidir. Muqaddas dinimiz nafaqat yaqinlarimizga, balki jamiyatdagi boshqa insonlarga ham yaxshilik qilishga, adolatli bo'lishga buyuradi. Yurtimiz faxri ulug' ajdodimiz Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda kelishicha, bir kishi Nabiy sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, qaysi sadaqaning ajri ulkanroqdir?" deb so'radi. U zot, "O'zing sog'lom, xasis holingda, faqirlikdan qo'rqib, boylikni orzu qilib turib, sadaqa qilishingdir. Lekin buni jon halqumga yetguncha cho'zmaysan. Sen falonchiga uncha, falonchiga muncha deysan, holbuki u allaqachon falonchiniki bo'lib qolgan" dedilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan, "Ey Allohning rasuli, sizga eng mahbubroq inson kim?" deb so'raldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam insonlarga manfaatliroq kishi deb javob berdilar. "Ey Allohning rasuli, qaysi amal afzal?" deyildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mo'minlarning qalbiga xursandchilik kiritish deb javob berdilar. Muhtaram teletomoshabinlar, endi esa bugungi saboq uchun tanlangan hadis bilan tanishishni boshlaymiz. Marhamat, teleekranga e'tibor qaratamiz.
Mus'ab ibn Sa'd raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Otam o'zini undan past odamdan fazli bor deb bilar edi. Bas Nabiy sallallohu alayhi va sallam zaiflaringiz sababidangina nusratlanursizlar hamda rizqlanursizlar dedilar. Hadisi sharifdan. Mana azizlar, demak bugungi mavzuyimiz uchun ajratilgan hadis sharifni tingladik, uni eshitdik. Keling, ushbu hadisni matniga ham bir to'xtalib o'taylik. Musab ibn Sa'd radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Otam o'zini undan past odamdan fazli bor deb bilar edi. Bas Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam hal tunsaruna va turzaquna illa bi du'afaikum. Ya'ni zaiflaringiz sababidangina nusratlanursizlar hamda rizqlanursizlar dedilar. Demak azizlar, ushbu hadisdan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, jamiyatda Alloh subhanahu va taolo hikmatini o'zi yaxshi bilgan zot kimlarnidir hamma tomonlama bir ulug'vor qilgan, rizq nasibalarni kengaytirib bergan, tanlarni sog' salomat, oilaviy baxt va saodatda davomiylik, jamiyatda qanaqadir bir o'zini topgan, hamma tomonlama aytaylik, ehtiyoji qongan, balki ehtiyojidan ham ziyodlar bir ne'matlarga muyassar bo'lganlar bor. Lekin shu bilan bir qatorda har bir jamiyatda zaiflar, aytaylik kasalmanlar, nochorlar, ehtiyojmandlar, kambag'allar, musofirlar, boquvchisini yo'qotganlar kabi insonlar ham bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mana bu hadislari, ya'ni jamiyatingizdagi zaiflar tufayligina sizlar rizqlanursizlar, sizlarga shunaqa bir yordamlar ko'rsatilyapti deganlarning ma'nosi juda bir chuqur ma'noni anglatadi-da. Chunki jamiyatda shunaqa insonlarni holdan xabar olib turishlik, ularni duolarga musharraf bo'lishlik sababidan ham yurtimizdagi baraka ziyoda bo'lar ekan. Tinchlik, osoyishtaligimiz davomiy bo'lar ekan. Shunaqa insonlarga e'tibor qaratishligimizni natijasi o'laroq ishlarimiz yurishar ekan, tanimiz sog' salomat bo'lar ekan, oilamiz tinch bo'lar ekan azizlar. Ana dunyo ishlar shunaqa. Dunyoda shunaqa bir hikmatlar bor. Parvardigori olam bu dunyoni shunaqa bir vositalar ila bog'lab qo'ygan. Demak, jamiyatda hamma tomonlama bekamu-ko'st, sog' salomat hayot kechirib yurgan insonlar zinhor va zinhor o'sha jamiyatimizdagi nochorlarni, kambag'allarni yoki bemorlarni hollaridan kulmasligimiz kerak. Ularni kamsitmasligimiz kerak. Balki shu insonlar tufayli bugun biz hayotimiz farovon ekanligini unutmasligimiz kerak ekan. Allohga shukr, bugun O'zbekistonimizda ijtimoiy ko'mak agentligi degan bir agentlik bor. Vaqf xayriya jamoat fondi degan fondimiz bor va shu kabi ko'plab xayrli, savobli ishlarni amalga oshirayotgan tashkilotlarimiz ham tashkil etildi-da. Odamlarimiz ham, aholimiz ham azaldan o'zi shunaqa muhtojlarga, aytaylik bemorlarga, boquvchisini yo'qotganlarga muruvvat qilib kelgan. Xalqimiz yetimparvar bir xalq. Ana shu fazilatlarimizni bardavom bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Har birimiz mana shu xayrli ishga o'zimizni hissamizni qo'shib borishimiz kerak. Muhtaram muxlislar, biz bilan birga sabog'imizni o'rganayotgan tolibi ilmlarda mavzuga doir savollar bor ekan. Hozir ularning savollarini eshitib, baholi qudrat ularga javob topishga harakat qilamiz. Ustoz, ayrim insonlar o'zgalarning haqqiga, ayniqsa moli mulki va sha'niga tap tortmay tajovuz qilishadi. Atrofdagilar bundan qaytarishsa-da hech ham parvo qilmaydi. Ayni shu holatning islohi haqida nima deya olasiz? Bu ham juda bir jamiyat uchun zarur bo'lgan savollardan biri bo'pti. Dar haqiqat ba'zi bir insonlarni ko'rasiz, hech narsadan tap tortmay birovning haqqiga, jamoat haqqiga, hattoki davlat haqqiga ham xiyonat qiladigan holatlarni kuzatasiz. Ayrimlarni esa o'ylamasdan ko'pchilikning ichida boshqalarni izza qilayotganliklarini,
ularni obro' e'tiborlariga tajovuz qilayotganliklarini, ayniqsa mana bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari aniq bilmagan bir ma'lumotlarga asoslanib turli sharhlarni, fikrlarni, izohlarni yozib bir insonni shoni shavkatiyu uni obro' e'tiboriga tajovuz qilayotgan holatlarni kuzatasizda. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki azizlar, har bir inson, ayniqsa mo'min musulmon, bu Alloh subhanahu va taoloni aziz va mukarram bandasi hisoblanadi. Unga aytaylik ochiqdan ochiq, to'g'rima to'g'ri yuzlanganida haqorat qilib yo ko'pchilikni ichida sharmanda qilgani kabi, u ijtimoiy tarmoqda virtual olamida ham turli noloyiq fikrlarni bildirish yoki har xil gaplarni ko'paytirish, ikkovini darajasi bir xil. Ya'ni ikkovini javobgarligi ham bir xil. Axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hajjatul vadoda shunaqa bir Arafot vodiysida 120 ming sahoba ikromlarimizga xitob qilib tayinlaganlar va mana shu tayinlovlari hozirgi kunimizda ham juda ham katta ahamiyatga ega va bizdan keyin qiyomatga qadar ham bu amalda davom qiladi. Ana shu joyda aytdilar, mana bu joyimiz qanaqa bir mo'tabar bir joy. Ya'ni haj amalining eng asosiy arkoni bajariladigan Arafa vodiysida. Bizni turgan holatimiz qanaqa bir mo'tabar, ya'ni ihromda, haj ibodatida. Xuddi shu kabi dedilar. Bir-birlaringizni bir-biringizga molingiz, qoningiz, joningiz, izzat obro'yingiz shunchalik mo'tabarki, unga hech kimni tajovuz qilishlikka haqqi yo'qdir deb marhamat qilganlar. Yana bir hadis Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam Ka'ba-i muazzamani tavof qilayotib Ka'baga qarab xitob qilgan ekanlar. Qanday ham yaxshisan, sandan ufriyotgan ifor qanchalik yoqimli, qanchalik bir ulug' maskansan. Muhammadning joni qo'lda bo'lgan zotga qasamki, mo'minning e'tibori, mo'minning hurmati Allohning nazdida sanikidan ham ulug'roqdir deb ta'rif bergan ekanlar azizlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam har bir mo'min musulmon bandani hurmati Ka'ba-i muazzamadan ham ulug'roq ekanini ta'kidlagan ekanlar. Siz bilan biz ham ana shu o'zgani moliga, uni aytaylik joniga yoki izzat obro'siga tajovuz qilayotgan paytimizda shuni yaxshilab bir o'ylab ko'raylik. Ka'batullohning oldida turganimizda Ka'batullohga nisbatan shunaqa beodoblik qila olamizmi? Unga nisbatan shunaqa aytaylik yomonlik qilishlikka jur'atimiz yetadimi? Vaholanki har bir mo'min musulmon banda uning sha'nu shavkati, uning hurmati yaratgan Robbimizning nazdida Ka'badan ham ulug'roq ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ustoz, bobomiz Hazrat Mir Alisher Navoiy kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay degan ekanlar. Ushbu baytni atroflicha sharhlab bersangiz. Ana, maşallah bu savolni javobi ham yuqoridagi javobimizni davomi desak xato bo'lmaydi. Mana bu joyda Mir Alisher Navoiy hazratlari qaysi bir ko'ngli o'ksigini ko'nglini ko'tarsa, uning qalbiga bir surur bag'ishlasa, Ka'ba buzilganda uni qayta qurib obod qilgan bilan barobardir deb savobini tenglashtirmoqdalar. Tarixdan ma'lum, Ibrohim Halilulloh bilan u kishining o'g'illari Ismoil alayhissalatu vassalam Allohning amri ila Ka'bani qurganliklari bu butun islom ummati uchun sharaf. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'ba qayta qurilayotganida uni toshini qo'yib berganliklari ham islom tarixidagi juda bir ulkan voqea hisoblanadi. Demak, biz yonimizdagi bir insonni ko'nglini ko'tarishimiz bilan shunaqa bir sharafli savobga ega bo'lishimiz mumkin ekan. Mana shu narsalarga e'tiborli bo'laylik. Oila a'zolarimizdan tortib, qo'ni qo'shni mahalladoshlar, qavmi qarindoshlar, sinfdoshlar, kursdoshlar, hamkasblar, boringki jamik yon atrofimizda turgan insonlarga yaxshilik ulashib,
ularga tabassum bilan salom alik qilib, qo'limizdan kelgan bir ko'makni ko'rsatib, ko'ngillarni ko'taradigan bo'lsak, har qadamimizda shunaqa bir katta savobli ishlar bor ekan azizlar. Aziz muxlislar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan biz ummatlariga ham tarbiya, ham odob sifatida yetib kelgan yuqoridagi hadis sharhi bilan tanishdingiz. Albatta, mazkur hadis sharhini yana davom ettirish mumkin, ammo so'zning afzali muxtasaridir. Endi esa hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar rukniga navbat beramiz. Undan keyin O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasining iqtidorli talabalaridan sharhlangan hadisni mavzuni qo'llab-quvvatlovchi hamda targ'ib etuvchi mulohazalarini eshitib tinglaymiz. Hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar. Sadaqaning eng afzali salomatlik va ehtiyojmandlikda qilinganidir. İnsanlarning yaxshisi o'zgalarga manfaatlirog'idir. Shirin so'z va tabassum ham sadaqadir. Amallarning eng afzali insonlarning qalbiga shodlik ulashishdir. Zaiflarga ko'mak berish muvaffaqiyatni oliy, rizqni esa ziyoda etadi. Qalb haqning nazargohidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 7 kishi borki, Alloh o'z soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda ularni o'z soyasiga oladi. Odil rahbar, Allohning toatida ulg'aygan yigit, qalbi masjidlarga bog'liq kishi, o'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydigan darajada maxfiy sadaqa qilgan inson va xilvatda Allohni eslab ko'z yoshi to'kkan kishi dedilar. Hadisi sharifdan. Ummat uchun muallim va murabbiy zot Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Allohning rasuli, mu'minning shodligi nima?" deb so'rashdi. Nabiy alayhissalom oshlarni to'ydirish, mashaqqatlarni aritish, qarzlarni ado etish, kim mazlum birodarni qo'llab yursa, bir oy roza tutgan yoki e'tikof o'tirganning ajrini oladi. Kim mazlumga yordam qo'lini cho'zsa, qadamlar toyilgan kunda Alloh taolo uning qadamini sobit, ya'ni mustahkam qilib qo'yadi dedilar. Sahih rivoyatlarda keltirilishicha, hattoki ulug' sahoba Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ham dasturxonida yetim bo'lmasa taom yemas ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqoridagi kabi o'gitlarni mustahkam ushlab, og'rinmasdan amal qilgan, bugungi kun tili bilan aytganda ijtimoiy himoya va ijtimoiy ko'makni xolis ado etgan ota-bobolarimiz hayotlarida baraka, xotirjamlik va sakinat bo'lgan. Ular o'z hayotida tom ma'noda baxtni his eta olishgan. Ular biz kabi baqir-chaqir qilmas, riyo va sum'adan yiroq, dinini mahkam tutgan, o'ng qo'li berganni chap qo'li sezmaydigan, ihson va sadoqatda xolis, buyuk insonlar bo'lishgan. Biz ham atrofimizdagi ezgu tashabbuslarga labbay deb javob berishimiz, saxovat va ko'makda peshvolar qatoridan joy olishga intilmog'imiz zarur. Alloh taolo Qur'oni Karimda solih bandalarini vasf etib, o'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni miskin, yetim va asirlarga berarlar. Inson surasi 8-oyat. Madrasai Muhammadiya talabalaridan bo'lmish Hazrati Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning tunda tahorat suvini o'zi tayyorlayotganini ko'rishib, xodimlaringizdan biriga aytsangiz bo'ladi-ku, deyildi. U zot tunda ular dam olishadi deb javob berdi.
Demak, inson o'z yaqinlari, ayniqsa o'z qo'l ostidagi xodimlariga mehr-shafqat ko'rsatishi, ularga ko'maklashishi oliyjanoblik va chin mo'minlikning sifatlari hisoblanar ekan. Hadislardan birida kelishicha, Oysha radhiyallohu anhodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylarida nima qilar edilar deb so'raldi. Oysha onamiz kovushlarni yamar, bir erkak o'z uyida nima qilsa, shuni qilardilar dedi. Boshqa bir rivoyatda sizlarning biringiz o'z uyida nima qilsa, shuni qilar edilar. Kovushlarini yoki kiyimlarini yamardilar, kerak narsalarini tikar edilar dedi, deya xabar berilgan. 3 narsa baloni daf qiladi: duo, ne'matga shukr qilish va zaiflarga yordam berish. Abdul Aziz Ta'rifiy. Aziz tomoshabinlar, mavzu borasidagi mulohazalarimizni bugungi kunimiz bilan jamiyatimizda mazkur holatning qay tarzda kuzatilayotgani bilan bog'lagan holda davom ettiramiz. Azizlar, haqiqatda bugungi mavzuyimiz bevosita bugungi hayotimiz uchun juda ham bir zarur mavzu. Chunki bugun Allohga shukrki, yurtimizda shunaqa muhtoj insonlarga, bemorlarga, boquvchisini yo'qotganlarga qaratilayotgan e'tibor kundan kunga ziyoda bo'lib boryapti. Hattoki bu kabi savob ishlar davlat darajasiga ko'tarildi desak ham xato bo'lmaydi. Muhtaram yurtboshimiz o'zlari boshchiliklarida yurtimizda ijtimoiy himoya agentligi tashkil etildi. U katta bir qo'mita agentlik bo'ldi va o'sha agentlik tomonidan ko'plab savobli ishlar amalga oshirilyapti. Bugun yurtimizda muruvvat uylari, u muruvvat uylarida shunaqa bir bemorlar, kasalmandlar, muhtojlar, hattoki oila a'zolari ularni udda qila olmaydigan insonlar davolanmoqdalar. O'sha joyda yashayaptilar. Ular uchun zarur bo'lgan barcha omillar yaratib berilgan. Xuddi shu kabi Allohga shukrki, xalqimiz ham kundan kunga bu savobli ishlarni savobini anglab, unga ko'makchi bo'lmoqdalar. Shunday bo'lsa-da bu savobli ishlarni azizlar bir-birimizga eslatib turishimiz kerak. Chunki hamma mahallalarda ham, hamma urug' aymoqlarda ham Alloh taolo hammani bir xil qilib qo'ymagan. Odamlarning ichida yuqorida aytganimizdek kimlarnidir zaif hol qilib qo'ygan, kimlarnidir nochor, kambag'al qilib qo'ygan, kimlarnidir bemor qilib qo'ygan, kimlarnidir o'zgalarning yordamiga muhtoj qilib qo'ygan. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim azim o'shanda marhamat qilgan kasta'udu billah va ta'avanu alal birri vat taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Sadaqallohul azim. Ey bandalarim, o'zaro ko'maklashinglar, o'zaro yordamlashinglar, yaxshilik va ezgulik, taqvo yo'llarida hamkorlik qilinglar. Zinhor va zinhor adovat, gunoh ishlarida bir-birlaringga ko'maklashmanglar deb Alloh taolo ogohlantirib qo'yibdi-da. Demak, bugun jamiyatimizdagi har qanaqa savobli ishlarga, xayrli ishlarga biz ko'makchi bo'lishimiz, o'zimizni hissamizni qo'shib borishimiz bu Parvardigorimizning amri ekan. O'ta savobli ish ekan. Va o'sha qilayotgan yordamimizdan o'zimiz undan ziyoda ko'proq yaxshilik ko'ramiz. Birinchidan ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Ikkinchidan ishlarimizda Alloh taolo rivojini beradi. Uchinchidan bizga yetishi mumkin bo'lgan turli balo ofatlardan Allohning marhamati bilan himoyalangan bo'lamiz. Ha azizlar, shuning uchun ham har bir narsani o'zini poklovchisi, o'zini aytaylik bir himoya omili bo'lgani kabi, siz bilan biz bugun o'zimiz sog'lommizmi? Bemorlarga yordam qilaylik. Bugun aytaylik moddiy imkoniyatimiz bormi? Muhtojlarga yordam qilaylik. Bugun aytaylik sharoitimiz yaxshimi? Sharoiti og'irlarga yordam qo'limizni cho'zaylik. Bugun hayotimizda bir o'rnimizni topganmizmi? Kimlargadir hayot yo'lini topishlikda o'zimizni maslahatimizni beraylik. Mana shu kabi savob ishlarga, u ho ma'naviy bo'lsin, ho moddiy bo'lsin, o'zimizni hissamizni qo'shib boradigan bo'lsak, natijada jamiyatimiz farovon bo'ladi va insonlar o'rtasida mehr oqibat hosil bo'ladi. Mehr oqibat, muruvvat davomiy bo'lgan jamiyatda esa farovonlik,
Alloh subhanahu va taoloning rahmatlari yog'iladi va o'sha duolari ijobat bo'luvchi insonlarning duolari bilan Alloh taolo bizlarga ko'p yaxshiliklarni muyassar qiladi. Muhtaram tomoshabinlar, Alloh taolodan barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini tilab, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Mus'ab ibn Sa'd raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Otam o'zini undan past odamdan fazli bor deb bilar edi. Bas Nabiy sallallohu alayhi va sallam zaiflaringiz sababidangina nusratlanursizlar hamda rizqlanursizlar dedilar. Hadisi sharifdan. Qadrli tomoshabinlar, aziz muxlislar, shuning bilan Ziyo Media markazining Imom Buxoriy saboqlar ruknidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi saboqni kamina Zayniddin domla olib bordi. Yana zangori ekran orqali diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.